Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Trivela Live'ning navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum. Hozirgina Chempionlar Ligasiga bag'ishlangan o'yinlar tugadi. Birinchi o'yinda Manchester City bilan Real Madrid javob uchrashuvini o'tkazishdi va Real Madrid 2-1 hisobida g'alaba qozondi. O'yin juda zo'r bo'ldi. Eee, Assalomu alaykum. Biz hozir Real Madrid hamda Manchester City o'yini haqida ozgina tahlil qilamiz va shu bilan qolgan o'yinlarga ham to'xtalib o'tamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Kutilgan endi kutilmagan bo'ldi, to'g'ri, qizil oldi. Lekin Real Madrid yutgani kutilgan edi. Etihadda endi City yaxshiroq o'ynashini kutgan edim. 21 daqiqa shu narsa bo'ldi. Real bosib tashladi. City qizil o'yinni o'zgartirib yubordi. Bernardo Silvani qo'li bilan o'ynagan vaziyatidan keyin bir kishi kam bo'lib qoldi. Shu bilan o'yin taqdiri qanaqadir hal bo'ldi o'sha joyda. Real Shunaqa. deyarli ekonom rejimda, keyingi o'yinga, tayyorgarlik ko'rgandek bo'lib qoldi. Uje Shunaqa. tayyor edi. Ular bu hisobni ushlab qolishini uje aniq bilardida uje, 10 kishi qolganidan keyin. Yana ikkita ursa ham baribir yutib ketadi. 2 ta ursa ham, 3 ta ursa ham penalti bo'lgandan keyin umumiy hisob uje 4-3 bo'lardi. O'ylamayman, что Real bu o'yinni berib qo'yardi. Juda ko'p bo'ldi. Real 10 kishi bo'lib o'ynayotgan Cityga yutqizib qo'yadi deb o'ylamayman. Boshqa bir qanaqadir boshqa komanda bo'lsa ishonsa bo'ladi, lekin Realdan unaqa kutmayman. Shuning uchun kutilganidek, umumiy, o'zi Realni keyingi, bosqichga chiqishini kutgan edim va shu narsa sodir bo'ldi. Yaxshi, o'yin yaxshi o'tdi. Bizni xursand qiladigan bitta narsasi Husanov, bilmadim, bu Cityga kelganidan beri eng zo'r performansni ko'rsatdi va buni qolgan boshqa futbolchilar ham ta'riflab o'tdi. Ya'ni Husanovni eng zo'r o'yini bo'ldi shu o'yin va ko'p ehtimol bilan Manchester Cityga kelgandan beri eng zo'r o'yini deb o'ylayman. Hozir ko'ramiz, necha ball olganini Husanov. Husanov 709 ball olgan. Faqatgina Haaland undan ko'proq anaqa ball olibdi. Gol hisobida. 8 olibdi. Rodri 708 olgan va Sherki 701 olgan. Endi Haalandda bitta gol bo'lgani uchun avtomatik ball ko'payib ketgan. Lekin Haalandda to'g'ri, lekin ko'rdik boshida bir 4 tami zo'r tepdi, hammasini Courtois qaytardi. Yo, endi Husanov bugun rostdan ham o'zini eng yaxshi o'yinlaridan bittasini o'tkazib yubordi-da. Hamma pozitsiyada-da. Shunaqa, Hujumga ham shunaqa. chiqdi, o'rtada yurdi. Har bitta anaqa nima deydi, birga-bir vaziyatlarda qaytib ulgurdi. Mbappeni ham yopdi, duelda yutdi. Brahim Diasni tezlikda tashab ketdi. Tayanchda o'ynadi. Viniciusni 2-3 marta, kerak bo'lsa nokautga uchratdi. Jag'iga bitta urib qo'ya Bugun, qoldi. individual agar oladigan bo'lsak, hamma o'zbek muxlislari uchun judayam yaxshi, nima deydi, o'yin bo'ldi. City tarkibidagi Husanov o'zini zo'r ko'rsatdi. Xursandman. Qoyil. Yaqinda, ota bo'libdi, o'g'illi bo'libdi. Tabriklaymiz. Eng Tabriklaymiz. yaxshi o'yini bilan o'g'illi bo'lgani bilan. Lekin baribir tan olish kerak, kuchlisi chiqdi va Real keyingi bosqichda. Shunaqa, o'zi birinchi o'yindan ham ko'p narsa hal bo'lgan edi. Realda qanaqa o'ynaganini ham ko'rdik. Va mayli, endi yana qanaqadir fikrlaring bormi? Yo bo'lmasa keyingi o'yinga. Конечно, Ha, fikrimiz bor. aytinglar, To'rtinchi Manchester o'yinga- ikkita Manchester United muxlislari. Manchester United muxlislarimiz nima bo'layotganini tushunmayapmiz bu yerda. Manchester City United deyishadimi, muxlislari. Real deyishadimi? Endi Endi- biza Manchester United tomonidan qarab gapiramiz-da endi, to'g'rimi? She'riga. Endi sizlarni o'ylaydigan narsa Husanov. Muxlislar gapira olmayapti Chempionlar Ligasi haqida. To'g'ri, to'g'ri. Bizga orzu bo'lib qolgan unaqa joylar. Yevropa Ligasi haqida bitta ko'rsatuv olamiz o'xshaydi. Shunaqa, Sizlar uchun. shunaqa. Yevropa Ligasida ham yo'qdi. O'tgan yo'qmiz. O'zi endi Ya, hazil, lekin, Manchester muxlisi bo'lsalaring ham, baribir Azamat aka, siz Cityga muxlislik qildingiz. O'yindan qanaqa taassurotlaringiz? O'yinda taassurotlarim boshida 20 minutda juda zo'r edi. Juda pozitivniy ketayotgandi, lekin shu qizil kartochka bilan Silvani
qo'li bilan o'ynagani yomon ta'sir qildi. Endi Lekin referi xato qildi deb o'ylaysizmi shu yerda? endi referi xato qildi deb o'ylamayman endi, chunki u baribir o'zini kitobida yozilgan Protokol bo'yicha. protokoli bo'yicha ish tutdi. Endi bu yerda Silva ham sal o'ylab ko'rish kerak edi. To'pni qo'li bilan Shu o'ynayotgandan oldin. protokol deganingizga mana anaqa tanaffusda biz ko'rib chiqdik-ku shu masalani. Shunaqa holatda nima bo'ladi degan anaqani savolni berganimizda, Google qilganimizda protokol bo'yicha qizil berilishi kerak va bu nima deydi, referi bu yerda o'zi ishini to'g'ri bajargan. Chunki oxirgi gol bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatda qo'l ishlatganida bu yerda aniq qizil berilishi kerak ekan. Menimcha u vaziyatda o'yladim Silva, chunki gol bo'lishdan oldingi vaziyatga ozgina qaytsak, Vinisius chap qanotdan hujumga chiqib ketayotganda Husanov o'ziga ishongan holda qo'lini ko'tardi. Ofsayd degan Ofsayd deb ma'noda. o'yladi. Balki shunga hamma o'yinchilar ishonib qolib, baribir hujumni yakunlatib qo'yaversin. Biz orqada to'pni qaytaramiz degan ma'noda. Balki Bo'lishi mumkin. Silva ham o'sha paytda qo'li bilan o'ynavordi deb o'ylayman. Silvani ham hali o'yindan keyin intervyulari olib qolsa balkim o'zi tushuntirar nimaga Endi unaqa bo'lganini. uni bu yerda hech kim aybi yo'q. Silvani ham aybi yo'q to'g'risida. Chunki iloji boricha qo'lini to'sdi u, orqaga to'sdi. Endi to'p kelayotganda u o'zi xohlab bunday chiqozib shunaqaga o'xshadi-yu, lekin reaksiya, reflection bo'ladi-ku, chiqib ketib qoldi-da, u o'zi xohlab men qaytaraman demadi, masalan. Da. Siz Endi nima kitob deysiz? bo'yicha shunaqa baribir. Kitob bo'yicha qizil Endi men olinadi. ozgincha kech qoldim o'yinga-yu, lekin Xayolan City'damiz. yo'q. Endi u anavi Silva bo'yicha-da qo'shilaman, chunki juda baribir ham gol bo'layotgan, haligi gol bo'lishi kerak bo'lganini qo'l bilan ushlatsa baribir qizil kartochka beradi-da. Da. Shunaqa endi Lekin Kitobi anaqa bo'yicha hamma narsa to'g'ri bo'ldi. o'yinni lekin bir tomondan tempini Buzib ham qo'ydi. buzib qo'yadi. Judayam Bet- unaqada. ko'p narsani o'ylamadi-da bu yerda. Masalan, hozir u yutqizgan narsasi ham o'zi qizil olib chiqib ketdi. Ham baribir penalti bo'ldi-da. U gol o'tib ketganda naborat yaxshiroq bo'lardi O'zi shu unga. yerda bitta qiziq vaziyat. Intervyuda Pep Guardioladan jurnalistlar so'radi, nimaga bir kun oldin, o'yindan oldin o'yinchilarga dam berding deganda. Shunchaki nima deydi, bunaqa taktikani oldin ham qilgan ekan. Borussia Dortmund bilan yoki Fulham bilan o'yindan oldin, bir kun oldin trenirovka o'tkazmagan ekan. Eng qizig'i, bitta o'yinchi dam olmagan. O'sha Bernardo Silva. Ya'ni o'ylayman Bernardo Silva borku, Ich-ichidan. o'zi xarakteri jihatidan ham jangchi-da u, anaqa taslim bo'lishni xohlamaydi. Va shu 3-0 da ham u comeback qilishga ishongan o'yinchilardan deb o'ylayman va o'sha narsa unga o'yinda qanaqadir xalaqit berib qo'ydi. Ya'ni Ko'p- bo'ladi-ku, Ko'p harakat qiladi. yutqizishni tan olmagan, masalan, yutamiz deb turgan o'yinchi varatani oldida paydo bo'lib qoldi va Vinicius tepgan anaqasi to'pini qo'li bilan qaytarib qo'ydi-da o'zi. O'zi bilmagan holda qaytardi. Shu narsa ta'sir qildi deb o'ylayman balkim. Shunaqa. Ko'p yukni o'z zimmasiga olish bo'ldi-da. O'zi O'shanga ungacha yarasha. ham yaxshi o'ynayotgandi Silva, rosa Silva endi eng yuragi-yu, Manchester Endi- City'dagi hozir orqada- veteran eng yaxshi o'yinchilardan bittasi. Bu haqida har xil fikrlar bildirsak bo'ladi-yu. Endi nima bo'ldi, o'tib ketdi. To'g'risi boshida hamma boshqacha o'yin kutgan edi. Qizilda baribir hech kim kutmaydi-yu. Lekin tan shu bo'ldi. olinglar, baribir qizil bo'lmaganida ham Real bu 3-0 dagi anaqani berib qo'ymasdi deb o'ylayman. Bugungi o'yinda yutqizishi mumkin edi Real agar 11 ta o'ynagan City'ga qarshi. Lekin umumiy hisobda baribir bitta bo'lsa ham qarshi hujumda ushlardi-da City'ni. Biz unaqani masalan Real Madrid yutqizadi yoki boshqa qarashdan emas. O'yin jihatidan. O'yin biz kutdik-da baribir. Zo'r o'yin bo'ladi deb kutdik. 20-dakikada buzildi. O'sha Shunaqa. endi bu yog'iga fikr bildirish ham boshqacha. Nima deyishdan bilmaysiz-da o'sha. Endi shunaqa narsa borku, mana qiziq bitta voqea bo'ldi. Yaqinda Oscar nominatsiyalarida bitta Oscar olgan aktyor aytyapti-da.
bu olgan Oskarimga noloyiqman deyapti-da. Lekin deydi, artritim bor deydi. U artritga ham noloyiqman deyapti-da. Ya'ni bugungi o'yinda City anaqa qizil olishga noloyiq. Ha. Lekin shu bo'lgan ish bo'ldi-da, qisqasini aytganda. Shunaqa. Endi biz fikr bildirmoqchi bo'lyapmiz, endi fikr bildirolmaymiz-da, o'sha o'yin hal bo'lib Umumiy qo'ydi-da. olganda, umumiy To'g'ri, fonda to'g'ri. bugun kuchli komanda chiqdi. Real shuncha muammolari bo'lsa ham baribir Manchester Cityga qarshi birinchi o'yinda ko'rsatib qo'ydi, что Chempionlar Ligasidagi Real bu juda ham xavfli Real. Endi ko'ramiz, xudo xolasa javob uchrashuvlarida yana Bavariya o'zini Atalantaga qarshi Atalanta. Atalantaga qarshi o'yinda ehtimol o'zi hal bo'lgan Ata. va keyingi to'qnashuv Bavariya va Real Madrid bo'ladi. Endi anaqani o'zi ham nima deydi? Atlanta devormang yana, Atalanta deng aka. Pep o'zi ham bu o'yindan oldin ham ana kuni intervyusini ko'rganimda o'zi gapirayotgandiku. Qiyinroq final hisobida Realda. Endi Realga 3 ta to'p raznica bilan Real 3 ta o'tkazishi mumkin edi bugun, lekin bitta yo ikkita urardi baribir. Ha, uradi. Chunki mana qizil bo'lgan vaziyatni gaplashaylik. Qizil o'zi qanaqa boshlandi? Hujumda? Kontra atakada Vinicius qochib ketdi va himoyachini yaxshi aldab o'tib zarba berdi. Gol bo'lishi mumkin edi o'sha Bo'lsa yaxshi bo'lardi. ustundan qaytgan to'p anaqaga tegdi, Donnarummaga tegdi va u yerda adashmasam Pitarch uzatmani berganda Vinicius keyin tepdi. O'zi o'sha paytda qaytardi-ku, Donnarumma qaytardi, keyin Donnarummaning orqasiga tegib to'p borganida O'sha gol ular bo'lsa bo'lar ekan o'zi. tugadi dedi hamma o'sha. o'sha temp borku. tugadi, o'yin ham tugadi deb City uchun o'yladi. yaxshi vaziyat bo'lar ekan. Gol o'tkazardi, lekin 11 kishi bo'lib qolardi. Endi O'sha- mayli. O'sha yerda yana bitta boshqa narsa bor edi. Masalan, hakam agar bayroqchani ko'targanda o'shanda to'xtatardi o'sha yerda. O'sha tarafi ham bor edi. Bilasanmi, hozir shunaqa Ko'tarmadi oxirigacha. vaziyatni tugatib qo'ymagunicha sudyalar ham ko'tarma degan bo'lgan, qo'rqib qolgan. Esingda bo'lsa, shunaqa vaziyatlar bo'ladi-ku. Real bilan Bavariya bir polfinalda uchrashganda Ha. oldin ko'tarib Bavariya olgan gol Bavariya urgan goli hisoblanmagan Ha. edi. O'shaning uchun bunaqa vaziyatlarda sudyalar o'zini nima deydi, ehtiyot chorasi sifatida vaziyatni qildi. tugatishini kutadi-da. Shunaqa bo'ldi. Chunki 2 ta 3 ta temp bo'ldi-da u yerda. Aytmoqchi bo'lganim, birinchi tempdan keyin ko'tarmadi-da. Ko'pincha masalan La Ligalarda ko'rsangiz, birinchi tempdan keyin o'sha tepadi-yu, tepgandan keyin o'sha ko'taradi-da. Bu yerda oxirigacha bordi. Yaxshi bo'ldi. Mayli, endi qancha gapirsak ham kam bu o'yinga, chunki baribir controversial bo'ldi. O'zi o'yindan oldingi matbuot anjumanida ham Peppa ham nasiyasi yo'q edi. O'sha oxirgi paytlarda Pepni ko'ryapsizmi? Evet. Matbuot anjumanlari bir xil bo'lib qoldi. Menimcha shu sezondan keyin oxirida ketsa kerak Pep. Zerikdi-da endi baribir. Chunki Silva ham misol uchun Silva ham aytib o'tdi o'yindan oldingi matbuot anjumanida, chunki bizaga shu eski o'yinchilarni eslab o'tdi. Silva oldingi o'ynagan shu Aguero'larni eslab o'tdi. Shunaqa o'yinchilar yetishmayapti degan ma'noda. Chunki hozir bizning o'yinchilarimiz yosh, lekin ular hali o'rganish kerak degan ma'noda. Bu ham как бы O'tish davrida namoyishkorona ichidan o'zi xohlayotgan narsasini chiroyli qilib tushuntirib qo'ydi-da. o'tish davrida deb qo'yarasizdagi. Mayli. Endi hozir baribir yosh komanda, masalan, qishda kelgan transferlardan yoki bo'lmasam 1 yil oldin kelgan yosh o'yinchilardan Realga talab qarshi bir qilolmaysiz. fantastik o'yin kutib olish ham qiyinroqda endi baribir. Lekin City shu jamoani baribir ushlab qolsa, agar nima deydi, stabil o'yinini topib olsa, juda ko'pchilikka bosh og'riq bo'ladi bu. Hamma ham Husanov emas demoqchisizda. Kelib turib zo'r o'ynab ketadigan. Yo'q, endi Husanov mana eng qizig'i, mana yaxshi To'g'ri, temani ko'p ochdik. o'ynadi. Husanov borku, Angliya jurnalistlari orasida endi ishonchga kirishni boshladi. Evet. Angliya jurnalistlari shu darajada qaysar to'nka ekanki, Bitta uzr, xatodan. o'sha yopishib olganda birinchi o'yinda Chelsiga qarshi o'yinda qilgan xatosini eslataverdi. Husanov yo'q, birinchi o'yinda xato qilib qo'ygan, Husanov xato qilib qo'ygan deyordi-da.
Mana yaqin-yaqinga kelib, endi Husanovni tan olishni boshladi. Diasni o'rniga Kredit berishni ko'ryapti. boshladi-da, ha. Mana bugungi o'yinda ham mana o'zing ko'rding, Michael Richards, Manchester City'ni sobiq o'yinchisi, eng yaxshi o'yinchi bu Husanov deb aytdi. Endi hamma ko'rib Bo'ldi turibdi-ku o'sha, Husanov yaxshi o'ynaganini. ko'rildi. Husanov yaxshi o'ynadi. Endi bitta-ikkita vaziyatda oyoqlarini orasidan olib o'tib ketishdi. Husanovni ham. Endi u bo'ladi-da endi baribir. Bo'ladi, lekin o'sha U kimga qarshi o'sha o'ynagani? vaziyat gol bilan tugashi mumkin edi. Yaxshi orqadagi qolgan защитник qutqarib qoldi. Endi Birga bir chiqib ketdi. bu tarafda ham qarang-da, Real Madrid. Vinicius o'ynayapti-ga, u nechtasini Ya, aldab juda o'tadi. zo'r. Yo, Husanovga zo'r o'ynadi. Husanovga Nima deb o'ylaysiz? Pep ketadimi, qoladimi? Ha, men endi o'ylayman-da, ketadi. Kim olib kelasiz Endi o'rniga aka? bilmadim, endi qanchalik to'g'ri u. Unitedda anaqa yaqinda eng ketgan yaxshi. Amorimmi? Fergyusondan keyingi eng yaxshi trener bor edi-ku, Amorim. Amorim. O'sha kelishi mumkin degan gap bor. Endi qanchalik to'g'ri bilmayman. Lekin menga ham yoqadi o'sha bola. Qaysidir anaqada o'qidim, gazetada. Bilmadim. City'gami? City'ga. Mayli. Bilmadim, qanchalik to'g'ri. Kelinglar Mareska endi. varianti ham bor bo'lsa Da, kerak. Mareska ham bor. Mareskani ham bir o'qidim, ko'rdim. Mareskani. Amarim yo'q, Amarimni o'ynash sxemasiga tushadimi Husanov? O'rtada tushadi-yu. Menimcha Husanov borku, hozir agar transfer marketga chiqsa, Ha, Lupo yilib ketadi. 10 ta top jamoa bemalol talashadi. Bavariya ham talashadi, Masalan, Real ham talashadi. Barselonaga ham kerak hozir aka. Yo'q, Barselona Manchesterga ham juda ham kerak. bunaqa stabil o'ynaydigan himoyachi borku, hozir bu komanda tezlik, baribir Ha, tezlik ham katta talash. rol O'shaning uchun o'ynaydi. Husanov o'ylamayman hozir trener o'zgarib, joyini yo'qotib qo'yadi. Husanov ko'rsatmasi Endi yaxshi o'ynayapti. Amorim Kimga o'xshab o'ynaydi Angliyada? Masalan, kimni eslatib yuboradi o'yinni? Angliyadami? Eski o'yinchilardanmi Eski o'yinchilar. yoki hozir Yo'q, o'ynayotgan? eski o'yinchilar. Chopadigan o'yinchisi bor edi-yu. Ivanovichni eslatadi menga, Chelseadagi. Ha. Branislav Ivanovich bor edi-ku. Hujumga ko'p qo'shilavermasdi, lekin himoyada bitta o'ynaydi. Ivanovich to'g'ri, qo'shiladi. Walkerchi? Walker winger bo'lgan-ku. Walker. Tezligi bor. baribir lekin. Kyle Walkermi? Da. Kyle Walker winger bo'lganda, lekin Kyle Walker golda ham o'ng qanotga chiqib olib bosardi-da u. Tottenhamda ham shunaqa Walkerda o'ynagan. o'rniga harakat qildi Guardiola. Yo'q, pozitsiya bo'yicha emas, o'yin. O'yin stili Stilida jihatdan demoqchi. ha, o'xshab ketadi. O'xshab ketadi. Chunki birga o'ynadi ham-ku Walker bilan. Endi Walker anaqadan pensiyaga chiqdi. Angliya terma jamoasidan yozda o'ynamas ekan. eski Angliya Premyer Ligasi eski o'yinlarini ko'rmaganman-u, lekin mana bu Chunki Walker ham Husanov ham Walkerga o'xshab anaqa-da, juda ham Physical baqbat. baquvvat-da. Traore Naqa. desdi. yo ya'ni oldingi emas, hozirgi jamoalarga qarasangiz, unaqa himoyachi bo'lmagan to'g'risi. Chunki tezlik baribir bu yerda qarang, katta rol o'ynayapti-da. Vinicius bilan Mbappega yetib olish uncha-munchasiga emas-da. Yo, o'zi Chempionlar Ligasida eng tez o'yinchi adashmasam, Mbappedan ham oshdi. ha, top 3 tada turadi-da. Top 3 tada, Mbappedan tez ekanda. Hujumchi deyman. Yo'q, Himoyachilar orasida birinchi o'rinda ekan. himoyachilar o'rtasida bitta, birinchi o'rin. o'rinda turadi. Lekin o'sha tarafi masalan unaqa himoyachi ko'rmaganman. Van Dijk demoqchiman-ku, lekin Van Dijk ham Yo, qolib yo. ketadi. Van Dijkda tezlik yo'q. Hali tan Yo, olish kerak. bormaydi endi. Prime Van Dijk boru, u devor edi. U boshqa Prime edi, Van boshqa. Dijkga yetmaydi. Chunki uni Golda ham bordi. Prime Van Dijkda yana bitta narsa. Hozir mana bugun o'yinga bitta narsa xursand bo'ldim. Uzoqdan tepdi-ku Husanov. Ha, birinchi marta. Ya'ni o'sha narsani Ko'proq bo'lishi qilish uchun kerak. hamchi o'yinchida qanaqadir o'zida ishonch kuchayishi kerak-da. Mana Husanov endi o'ziniga ishonch oshib ko'payib boryapti menimcha. O'sha menimcha endi glavniy, ya'ni asosiy tarkibdan o'rnini bermaydi hali beri menimcha. Chunki zo'r o'ynayapti. Diasni ham ko'rdik. Qolganlarni ham ko'rdik qanaqa o'ynaganini. Chunki oxirgi nechta uchrashuvdan постоянно Zo'r 90 chiqyapti. minut o'ynayapti. Ballari ham yuqori chiqyapti. Hammasida ballari Yo, yuqori bugun- chiqyapti. Omadim dersiz. Bugun bilmadim. Hamma pozitsiyada paydo bo'lib qoldi. O'yinda ham Tushunmay chapda ham, qoldi hamma ham. Mbappeni ham yopdi, Viniciusni ham Silva yopdi. chiqib ketgani bizani
o'zbekka juda Shunaqa foydali katta bo'ldi-da. katta ta'sir Ja, qildi. endi yo'q, ko'proq ish qildi endi Silvani anaqasi emas, lekin bu ham qanaqadir o'ziga qo'shimcha anaqani olishda, nima To'g'ri, deydi, to'g'ri. mas'uliyatni olish. Lekin boshlang'ich sxemani 4-3-3 bilan chiqdi-ku ikkala jamoa ham. Nima deb o'ylaysiz Sher aka? Mana bu Hujumkor tarkib edi. hujumkor tarkibdoshi, Zo'r. lekin nima deydi? Gvardiola bu safar o'zi bilan urushmabdi. Yo, urushmadi Yo, bugun. Kiyimlarini ko'rdinglarmi? O'sha pensiyaga tayinlanyapti. mana shu Guardiolani Gvardiolaga kiyib chiqqan birinchi taktikasi hamma bilgan edi. U durang o'yinda olib qolmoqchi edi. Ja bo'lmasa minimalni yutqizib ketmoqchi edi. Keyin Ettihadga kelib yaxshi o'yin ko'rsatamiz degan fikri bor edi. Endi hozir bunda Ya, majburlikdan o'sha hujumkor qildi. bugun ham endi masalan yaxshi chiroyli yonadigan o'yin bo'lishi mumkin edi, endi bo'ladigan ish bo'ldi. Mayli. Mayli, kelinglar Keyingisiga endi. o'tamiz. Keyingisiga o'taylik. Bizda keyingisi bilmadim, bu syurpriz deymizmi yoki birinchi o'yini syurpriz bo'lganmi? Sporting bilan Bodo. Sporting va Bodo Glimt hozir highlightlarini ko'rsatyapti. To'g'risi Dastoyning nima deydi, o'zi jamoa. Loyiq komanda. loyiq komanda keyingi etapga o'tdi deb o'ylayman. Chunki Bodo hali ham o'sha mana bu jurnalistlar shunaqa nom beribdi-ku, Fairy tale deydi-yu. Cinderella hikoyasi. Fairy tale'da. Bu hikoya tugashi kerak edi baribir. Chunki keyingi etapda o'sha jamoalar, ya'ni ham kuchli jamoalar chiqishni boshlaydi. Mana Arsenal chiqdi. Sporting bekorga Chempionlar Ligasida birinchi 8 talikka kirganini isbotladi-da, bekorga emas ekan. Lekin comeback bo'lganda ham ishonchli comeback-da 3-0 dan 5-0 qilib umumiy hisobni 5-3 ga qaytarishi bu Sportingni xarakteri kuchli ekanligini bildiradi. Hali Arsenal uchun ham bosh og'riq bo'lishi mumkin bu komanda. Shunaqa. Sher aka nima deb Yana- o'ylaysiz? Sporting Bodo Aye, 2-0. Sporting. Sporting. Endi unaqa o'ynashiga ham bari o'sha trener sababchida oldinga. Urib ketganda jamoa. Ha, Amorimmi? Amorimni Amorimni- xizmatlari ko'p deysiz. Aye, Amorimni jamoasi bo'lgan Sporting. To'g'ri, Amorim Sporting bilan adashmasam 4 yil chempion bo'ldi Portugaliyada. Lekin Sportingga o'zini chempionatda ahvoli yaxshi emas, adashmasam, Amarin ketgandan beri. Endi ketgandan keyin lekin keyin, baribir Endi bo'lganda bular tagi omadi bo'lgan. kelib qoldi. Chempionlar Ligasida Bodo Glimt uchrab qolgan. Lekin yana bir narsani hisobga olish kerak. Eng yaxshi to'purari Arsenalga ketgandan keyin ham Shunaqa Gyökeres. yaxshi o'ynab yuribdi. Qiziq vaziyat keyingi turda, keyingi bosqichda Gyökeres o'zini sobiq jamoasiga qarshi o'ynar ekan. Qiziq Biz- to'qnashuv bo'ladi. Hozir statistikalarga ham ozgina to'xtalib o'tamiz. Sporting 66% to'pni o'zida kontrol qilgan. XG si 3.35 bo'lgan. Total shot, ya'ni umumiy darvozaga tepgan to'pi 38 ta bo'lgan Sportingda. Bu degani komanda rostdan ham xohladi o'sha Bilinib turibdi-da. Ishondi. o'sha. ishonni comeback qilishiga va Norvegiyada bo'lgan o'sha sovuqda bo'lgan o'yinda havo Faktori. Hojiyev aytadi, ob-havoni noqulay kelganligi Ha. sababli yutqizib qo'yganligi bo'lishi ham mumkin. O'zi hamma gapirib yurgan edi. Bodo Glimt o'zini uyida havo faktori bo'yicha yutib kelayotdi-da. Bosim. Endi Bodo Bosim, Endi buni havo. o'tgan Bodo ko'rsatib gaplashdi. Bodo to'xtashi kerak edi. Chunki keyingi bosqichda Arsenal Bodoni juda ham yo'q qilib tashlaydi. yo'q qilib yuborishi mumkin-da. To'g'ri. Endi bilmaymiz-ku, lekin shunaqa Sporting bilan o'ylayman Zo'r o'yin bo'ladi. raqobatli o'yin bo'ladi endi zo'r o'yin Arsenalda. bo'ladi. Yana qanaqadir fikrlar bildiramizmi desam, bu yerda fikr bildiradigan narsa Bodo qolmadi. uchun bitta 5-0. xursand bo'ladigan narsa shu bosqichga yetib kelgani Chiqqan. O'zini bu- sotdi-da. yo'q, bu komanda uchun moliyaviy jihatdan foydali ekan. Chunki Sotdi, qancha o'zini. gruppadan chiqqan komandaga ma'lum miqdorda va undan keyingi etaplarda o'tgan komandalarga gonorarlar oshib boradi. O'shaning uchun Bodo Glimt hozir o'zini yaxshi marketing qilib oldi. Zo'r. Yozda bitta ikkita o'yinchisini Sotadi, kimdir yaxshi. yaxshi komandalar yoki o'rta komandalar oladi deb o'ylayman. Masalan, Italiyaga ketishi mumkin, Ispaniyaga ketishi mumkin. O'zini komandani moliyaviy ahvoli ham ancha anaqa yaxshilanib oldi.
O'zi Bodoni aholisi ham adashmasam 90 ming odam yashar ekan shaharda, Bodo degan shaharda. Kichkina shahar uchun juda ham zo'r natija. Bular boshini baland ko'tarib, bemalol xursand bo'lib bemalol Chempionlar Chempionlar Ligasini tark Ligasi. etishi mumkin. Hech qanaqa bular nima deydi, sharmandali natija qilgani yo'q. Ya'ni Jahon chempionatida Islandiyani natijasini Ha, qaytarishdi. juda o'xshaydi. Masalan, o'shanga o'xshash. Islandiya ham shunaqa mini davlat edi. Ajaxga o'xshatmaymiz uni, chunki Ajax boshqa levelda bo'lgan 2019-yil. Shuning uchun shu joyda to'xtagani ham yaxshi bo'ldi. Sporting baribir yaxshi qarshilik Keyingi qiladi. o'yin bizada kim? Chelsea o'ynadi? Keyingi o'yin Arsenal bilan Bayer Leverkusen. Ana. Ular aslida birinchi o'yinda eslatib o'tamiz, 1-1 o'ynagan. U Bayer Leverkusenda maydonida bo'lib o'tgan va bunisi hozir Arsenalda bo'ldi. Va Arsenal 2-0 hisobida, umumiy hisobda esa 3-1 hisobda. Juda ham ishonchli. Chunki nimaga ishonchli deyapman? Hozir statistikaga qarayapman. To'g'ri, XG si ko'p emas, 1.75, lekin umumiy darvozaga yo'llagan to'pi 21 ta bo'lgan. Va shundan 12 tasi to'g'ri bo'lgan va 2 tasi gol bo'lgan. Bu degani yeb tashadi deganida. Guardiola bu yoqqa kelishi kerak ekan. statistika. Arsenal o'zi adashmasam Germaniyaga borganda birinchi o'yinda o'tgan hafta Durangdan hech qanaqa yoki hatto 1-0 bo'lib turganda ham xavotirga tushmadi. Qo'rqmadi, Что Londonga kelganda ular o'zini Gaplashamiz dedi. o'yinini ko'rsatishga ishondi. Hozir tan olish kerak, Arsenal Yevropadagi eng top jamoalardan bittasi. Chunki yaqinda bitta statistika chiqdi. Arteta zaxiradan tushirgan o'yinchilari assist yoki gol qilish bo'yicha birinchi o'rinda turibdi ekan. Qilgan o'sha O'zgarishlar. o'zgarishlari juda ham anaqa foydali ekan Artetani. Ya'ni bu nimani natijasida Arsenalda zaxirada ham teng Kurash olib anaqadagi leveldagi o'yinchilar o'tiribdi-da. Masalan, agar Odegaard zaxirada o'tirsa, masalan, Eze o'ynab yurgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam Martinelli anaqada o'tirgan bo'lsa, zaxirada o'tirgan bo'lsa, Trossard o'ynab yurgan bo'ladi. Ya'ni o'yinchilar juda ham bir-biriga teng, raqobat kuchli va bu narsa hozir yangi formatdagi futbol uchun juda ham kerak. O'yinlar ko'payib ketgan. Deyarli har 3 kunda o'yin bo'ladi. Bu degani har 3 kunda o'yin bo'lganda qaysi jamoada ko'p anaqa zaxiradagi o'yinchisi bo'lsa, o'sha komanda uzoqqa boradi. Endi Real uchun bu narsa o'tmas ekan. Endi Real 10 ta anaqa jarohat bilan Cityni maydalab tashladi. Bilmadim, endi bu teoriyalarga tupurib qo'ygan-ku Real. Shunaqa. O'shaning uchun Mayli, endi yaxshi o'ynadi. United muxlislaridan yana so'raymiz Arsenal haqida. Arsenalning o'yini haqida. Endi to'g'ri ko'p fikr bildira olmaymiz, chunki kutilgan natija edi-ku va kutilgan g'alaba bo'ldi ham. Keyin hech qanaqa qizil kartochka yoki qanaqadir comeback bo'lgani yo'q-da. 2-0 ga yutdi Arsenal. Shu haqida nima deysizlar? Endi Manchester Arsenalga to'g'ri nima deydi, qolish kerak, chunki ikkita front urushyapti hozir, 4 ta front urushyapti. 4 ta frontga chiqib ketdi o'sha. Ikkita Endi, kubok, o'zini ligasi va Chempionlar Men ligasi. xohlayman shu Arsenalda chempion bo'lishini anaqada. Endi mayli u chempion, Angliya anaqasi Premier Ligaga o'tib ketib qolishimiz mumkin. Lekin просто Arsenalga menimcha hozir shu Premier Ligada anaqani olish Premier Ligani yutish bu anaqada birinchi vazifa. vazifada. Chunki To'g'ri. 22 yildan beri bu narsani Wengermi? yuta olmayapti. Yana alam qiladigani nimada? Arsenal oxirgi 3 anaqada sezonda Birinchi o'rinda. ikkinchi o'rinni oldi. Ya'ni juda ham yaqin keldi. O'tgan sezon. O'shaning uchun juda ham o'ylayman yaqin keldi. Arsenal muxlislari uchun hozir Premier Liga, Chempionlar Ligasidan ham muhimroq. Shunaqa. Lekin frontlar haqida gapirdingiz-ku, hozir 4 ta frontda kurashyapti. Ana FA Cupda Manchester City bilan yaqinda martning o'rtalarida yoki Hozir finalda o'ynaydi, to'g'rimi? Da. O'sha final. Ikkinchi yana bitta kubok bor, bu Carabao Cup. Carabao Cupda Southampton bilan chorak finalda tushdi. Bu ham ehtimoliy, o'sha katta ehtimol yarim finalga chiqdi degani.
Chempionlar Ligasida ham taxminim Arsenal bu ketadigan bo'lsa, yarim finalga boradi. Ko'p ehtimol Barselona bilan yarim finalda o'ynasa kerak. Hozir Sporting bilan tushyaptimi shunda? O'shaning uchun Arsenalning ishlari juda ham yaxshi. Hamma frontlarda nima deydi, o'zini ko'rsata oladi. Angliya kuboklarini yutqizib qo'ysa ham katta qanaqadir vahimaga tushmagan bo'lardim. Chunki Hozir yutganda ular Premier Ligani kuboklarda. yutsa va Chempionlar Ligasida yaxshi o'yin ko'rsatsa, bu Arsenal uchun juda ham yaxshi natija. Chunki Arsenalga yana bitta hozir qarayapman Premier Liganing keyingi turida Arsenal dam olar ekan. Shu bilan Bitta keyin o'yin 11-aprelda qaytar ekan. Chunki hozir mana bu international break boshlanadi-ku, o'shani To'g'ri. hisobiga. Agar mana keyingi turda mana City Crystal Palace bilan o'ynaydi ekan. Agar ochko yo'qotsa, menimcha Arsenal endi hamma kuchini Ya bo'ldi shu. Chempionlar Ligasiga qaratadi deb o'ylayapman. Yo'q, bo'ldi shu Arsenal chempion. Agar hozir Yana uverenniy bo'lish yo'q, kerak. masalan City qolgan 7 ta o'yinni hammasini yutgan taqdirda ham, Nechta yutqizish kerak Arsenal? Arsenal bitta o'yin yutqizib, bitta o'yin durang o'ynash kerakmi? Bitta o'yin yutqizib, bitta Hozir o'yin yutqizish kerak. ikkita o'yin. Mana bitta zapasda o'yini bor Manchester City'ni. Bu 3 Evet. ochko deylik, yutdi Evet. deylik Arsenal. Manchester City'ni bitta zapasdagi o'yini 3 ochko va o'zaro o'yinda 3 ochko yana yutdi desak ham 6. 6 ochkoga qisqaradimi? City bilan Qolganini hammasini Arsenal yutish orasi 3 ochkoga anaqa bo'ladi. Qisqaradi. Qaradi. Yo'q, aytmoqchi Yo'q. bo'lgan narsam, 3 agar ochko bo'ladi. Crystal Palace bilan City yana durang o'ynab qo'ysa, uje hech kimda menimcha o'sha samleniya qolmasa kerak. Endi katta ehtimol endi Arsenalda- Arsenal bu yog'iga berib qo'ymaydi. Oxirgi Yo'q, 7 ta bermaydi, o'yinda. to'g'ri. Bu Lekin bor e'tiborini endi Chempionlar Ligasiga qaratadi deb o'ylayapman Arsenal. Yo, Bu- Chempionlar Ligasi ham har hafta anaqa nima deydi, har kuni bo'lmaydi, har 3 kunda bo'lmaydi-ku. Asosiy e'tibor Premier Liga bo'ladi endi. Va Chempionlar Ligasida ham o'zini anaqalarini o'ynataveradi. Mana bugun Eze o'ynadi asosiy tarkibda. Premier Ligada Eze asosiy tarkibda o'ynamayotdi. Da. Ya'ni dam olgan Odegaard endi anaqaga tushadi. Premier Ligada tushadi. bu Shuning yerda uchun boshqa variantlar juda ham ko'p Arsenalda. boshqa faktor ham bor-da. City ham baribir o'zini prime'da emas. City ham qo'yivoradi baribir. Bitta o'yin yutqizishi mumkin-da. City Endi men bu 7 ta o'yin yutolmaydi-da. baribir. Realdan keyingi kayfiyati ham hali keyingi o'yinlarga ta'sir qiladi. Masalan, Chempionlar Ligasidan chiqib ketdi-ku. Shu Bu narsa shunisini. endi keyingi o'yinlarda ham ko'rinishi mumkin. Mayli, endi kelinglar. Uzoqqa ketib o'ynaymiz. qoldik. Angliya Premier Ligasiga o'tib ketdik. U haqida ham boshqa podkast olamiz. Hozir bizda oxirgi qolgan o'yin va bizni chempionimiz, hozirgi chempion, Chempionlar Ligasining chempioni PSG va Amaldagi. Chelsea, amaldagi chempion. PSG Chelsea'da Biz to'g'risi, masalan, men o'zim o'ylagan edim, oxirgi PSJning o'yinlariga qarasangiz, qanaqadir yo'qotib qo'yganga o'xshadi va bu haqida hamma jurnalistlar ham gapirdi. Ya'ni bo'ldi, shu joygacha yetib keldi PSG va o'ynolmaydi degan edi, lekin o'tgan safargi o'yinida o'sha yondirdi. taktika ekan bu. Yondirdi o'tgan o'yinda va bu Luis o'yinda yana Enrique'ni o'yini ekan bu. Bu Pep Guardiola'ning nomer 2 ekan Shunaqa. Luis Enrique bor-ku, chunki qanaqadir o'yinini yashirib, Fransiya chempionatida Monakolarga yutqizib yurdi-da. Endi Bu- uni ataylab yutqizdi demayman, lekin qanaqadir o'yinini potensialidagi bor o'yinini ko'rsatmasdan yurib turib, keyin Chelsea bilan kelganda shunaqa zo'r o'ynab yubordi. To'g'ri. Endi masalan bir ikkita o'sha futbol anaqalari, punditlari Chelsea yutadi deganida hayron qoluvdim-da, lekin Chelsea'ni Jahon chempionatida yutib qo'ygani ko'pchilikka bir noto'g'ri Kuchli, anaqa berib qo'ydi-da. kuchli jamoa degan. Chelsea anaqa PSJni yutishi mumkin. O'ylamayman, что Chelsea hozirgi qurilayotgan Chelsea anaqa chempion jamoani yutib ketishiga, o'shaning uchun PSG hali juda ko'p bosh og'riq bo'ladi bu anaqada Chempionlar Ligasida. Luis Enrique'ni aytdingiz, endi bizni sobiq trenerimiz bo'lgan-ku baribir. Barselonada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Sezon boshida juda ham katta kritikaga uchragan. Bo'lmaydi bu trener, ketish kerak. Shunaqa jurnalistlar bosgan. To'g'ri borib Treble qilganmi? treble qilgan. 3 ta kubokni olgan o'zida Endi u chempionatida. Barselonaning sostavini o'zing o'ylagan. Hujumda Neymar, Messi, Suarez, endi u
Zo'r paytlar bo'lgan. Dunyodagi eng kuchli triolardan bittasi-ku. Mayli, o'tlamaymiz. Aha, Keyin 3-0 ga PSG Chelseani 3-0 ga yutdi va umumiy hisob qiyinchiliksiz. 8-2. Umumiy hisob juda ham ayanchli. 8-2. Chelsea pishib yetib keldi. O'zini chempionatida ham ishi yurishmayapti. Ular har o'yinda qizil olish Shu 5 talikka ham taktikasi kirolmay bor edi. qoladimi deb o'ylayman-da Chelsea Premier Ligada. boshida yaxshi o'xshadi. Mana bu treneri yaxshi olib keldi. Sal keyin o'sha juda ham Nima deb ko'p o'ylaysiz, Sher aka? o'ylab yubordi. Endi Aston Villaga bog'liq-da-yu. Qovun tushiradiganlar ko'payib ketdi oxirgida, Aston anaqada. Villaga bog'liq Chelsea bilan. Aston Villa Endi ham endi o'sha Manimcha tashyordi. Liverpool bari mani o'ylashimcha kiradi to'rtlikka. Endi 5likda agar endi Aston Villa qovun tushirmasa kirolmashi mumkin. Good evening deydimi? PSG Chelsea'da o'zi siz nima deb o'ylagandingiz? Yo'q, men o'ylashimda Chelseaga Non yo'qmidi? non yo'q edi, chunki PSG birinchidan man o'zi ko'p kuzataman anaqani, Enrikeni menga juda ham yoqadi u trener. Zo'r trener. Juda yaxshi trener. Oldingi o'yman bu anaqa o'tgan yilgi Chempionlar Ligasida o'ynagan o'yinlarida man PSJni o'zgarganini ko'rib hayron qolgandim-da endi. Bu Luis O'zi Enrique bahorda qanaqadir o'zgaradigan bo'lib qoldida. Ular o'tgan safar ham eslaringda bo'lsa qiynalib Chempionlar Ligasi zonasida qolib, Enrique'ni o'z keyin taktikasi birdaniga qanaqadir kuchayib Bu- ketgan edi. Unida ham boshqardi-ku. Ispaniya terma jamoasini ham boshqardi, to'g'rimi? Qaysi kubokda yutdi? National League'dami? Ispaniyada yo'q, u yerda muammo bo'lgan. Bo'ldi-da, muammo Chunki o'shanisi. Ispaniyani treneri bo'lganda qizi rak O'tib bo'lib qoldi. o'lganida Ketgan. anaqa nima deydi, tanaffus oldida, keyin qaytib kelib proval bo'ldi. Nimadir bo'ldi. Endi baribir Ispaniya omadsiz o'ynadi. Adashmasam Yevrodami? Keyin o'shandan keyin haydaldi. endi omadsiz demas. Haydalmadi, o'zi ketgan. O'zi baribir shaxsiy hayotlari bilan Endi to'g'ri. keldi. Baribir yaxshi Enrike top. umumiy olganda yaxshi trener, juda ham zo'r baribir. trener. Kelgan joyida gullatadigan-da. Endi u menimcha tugatsa kerak, mana shu oxirgi yili bo'lsa kerak, kontrakti tugaydi-ku. PSG bilanmi? Ne? Qo'yib yubormaydi PSG. Endi bilmadim qanchalik to'g'ri. Yaqindan Fabrizio Romano aytayotgandi, United olmoqchi. Lekin Man yana bir PSG qo'yib yuboradi deb o'ylamayman aka. yo United uchun juda ham zo'r Yo'q, PSG trener. qo'yib olishni emas, o'zi xohlamayapti. Ha, o'zi kontrakt. O'zi xohlamayapti. Yana bir o'qidim man. yana bitta shunaqa insight bor. O'qidim, men eshitdim. Bitta juda ham qiziq insight bor. Luis Enrique Barselonani anaqasi-ku, legendasi-ku. Lekin u Real Madridda ham o'ynagan. Shunaqa o'yinchilar anaqasi ro'yxatiga kiradi. Ham Real Madridda, ham Barselonada o'ynagan o'yinchilar bor. Mana R9 anaqa Ronaldo, braziliyalik Ronaldo, Haqiqiy Ronaldo. Luis Enrique, Luis Figo ham Barselonada, ham Realda o'ynagan. Shunaqa mish-mish bor, что Real Madridga kelishi ham mumkin. Luis Enrique. Ya'ni kelishi mumkin emas-ku, unaqa gap chiqdi yerda. Qanaqadir bitta jurnalist intervyu oldida nima deb o'ylaysan, senga Real Madriddan taklif kelsa qarab ko'ra olasanmi deganda, o'shanda ozgina sarkazm qilib aytib ketdi-da, nega yo'q dedi. Men birinchi ona bo'laman dedi. Ham Barselonada yutgan, ham Real Madridda yutgan birinchi trener bo'laman. Nega yo'q dedi-da. Yo'q, o'shaning uchun heytga uchraydi deb o'ylamayman Barselonani anaqa tarafidan, chunki Yo'q. Barselonaga o'tishdan oldin adashmasam Realda o'ynagan Luis Enrique. O'shaning uchun Real uchun yaxshi yangilik deb o'ylayman. Menimcha u anaqada Fransiyada zevkda o'ziga faqat Chempionlar Ligasida maza qilyapti. Raqobat topolmayapti. Chempionlar Ligasida maza qilyapti. Boshqa anaqalarda ham, chempionatlarda ham o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lishi ham mumkin. Men shunaqa deb eshitdim, что agar Angliyaga kelsa haqiqiy sinov Lekin bo'ladi-da. o'zi realniroq qaraganda o'ylamayman Real Madridga keladi. Real Madrid Yo, Isbali borku deng. yo Real Madridga to'g'ri kelmaydi. U Klopp kelishi mumkin Realga. Luis Enrique Mana siz mana Real muxlis sifatida Klopp ko'rarmidingiz, Luis Enriqueni ko'rarmidingiz? jon deb agar Klopp kelaman desa, Javob kutib olaman. xohlardim что kelishini Kloppni, chunki Real Madridda tan olish kerak. Nima deydi? Quloqsiz o'yinchilari ko'payib ketgan. Chunki
shunchalik yaxshi bitta trenerni haydab yubordi. Taktika qilaman degan Xabi Alonsoni haydab yubordi. Ya'ni o'yinchilarni injiqligi tufayli-da. Disiplinani saqlamoqchi bo'ldi Xabi Ya'ni Alonso. Undan bu keyin narsa ketdi-ku Real. bu narsani endi Papa Carloni, Ancelottini ham anaqasi hissalari bor deb o'ylayman. Chunki Ancelotti taktika qilmasa ham o'yinchilarni boshqarish bo'yicha professor bo'lganda. Ya'ni man managementda Psixolog. juda ham kuchli. O'yinchilarni hammasi bilan yoshi katta farqi yo'q, til topa olgan. Undan keyin kelgan trener o'sha narsani eplay olmadi va o'yinchilar bu narsani birdaniga qabul qila olmadi. Birinchisi baribir Vinicius. Kloppni anaqasi bor-ku, vazni balandroq deb o'ylayman. Chunki ko'p narsaga erishib qo'ygan. Premyer Ligani ham yutgan, Chempionlar Ligasini ham yutgan. Nemisa u. Germaniyada Borussiya bilan Bundesligani ham yutgan. Finalga chiqqan Bavariya bilan, Borussiya bilan. Borussiya bilan Chempionlar Ligasini yutqizgan lekin. Endi demoqchi bo'lganim, reputatsiyasi baland trenerda kelib bemalol Viniciusga o'zini xarakterini ko'rsata oladi. Vinicius masalan, endi faqat Viniciusni anaqa aybdor deb ko'rsatmayman, lekin Vinicius va shunga o'xshash o'yinchilar uchun shunaqa bir vazni og'irroq, ya'ni reputatsiyasi baland o'yinchi kelish kerak-da. Mana Zidan kelganida, yaqinda Gareth Bale'ni intervyusini ko'rdim. Gary Neville anaqa podkastga kelganda u aytdi. Zidanni anaqasi, aurasi deydi, bilinib turardi dedi. Uni hamma bilardi, что o'yinchi sifatida juda ham ko'p anaqa qilib qo'ygan. Nima deydi? ishlar qilib qo'yganda. Yutuqlarga erishib qo'ygan va o'sha narsa o'yinchilarga ta'sir qilganda, o'sha aurasi juda kuchli bo'lgan. Men bu yerda asosiy Zidandan qo'rqadigan narsa kalla qo'yib qolmasin deb qo'rqib yurgan bo'lsa kerak. Shu faqat kalla qo'ymasin menga. Kalla qo'ydi deganiga, mana yaqinda Jahon chempionatida qur'a tashlash bo'lganda Materazzi yuribdi-da. Endi shunaqa voqea bo'lib qoldi. Marko Materazzi, как раз Zinedine Zidan Jahon chempionati finalida kalla qo'ygan o'yinchi va o'shanga olib borgan, ya'ni singlisini haqorat qilgan. Divanda o'tiribmanda, hamma anaqa nima deydi, dastxat olishni boshladi. Materazzidan olmayman dedim, anaqa. Selfie tushmayman dedim. Chunki qanaqadir ichimda anaqa bor-da, nima deydi, Zidanni muxlisi bo'lganim uchun bu dedim, Zidanga anaqa qilgan, provokatsiya qilganda dedim, qizil olgan o'sha. Keyin o'tiribman, ko'zimizga tushib qoldi. Materazzi hamma bilan dastxat qilib bo'ldi, men o'tiribman, bundoq qarab qoldi. Tipa, nima o'tiribsan? Dastxat olmaysanmi deganday bo'ldi-da. Bizda keyin qiziqroq post qo'yish uchun xayolimda bitta shunaqa reja kelib qoldi. Bordimda, "Hello Mr. Materazzi" dedim. Selfie olay dedimda, selfiega tushdimda. Keyin sirazi uyimizdagi anaqa o'zimni oilamizni gruppasiga Zidanga kalla qo'ygan o'yinchi deb turib anaqa caption yozib jo'natib yubordimda. bizda men bu jahon chempionatiga qur'a tashlashda biz oldimizda bo'ldi, ya'ni ko'p legendalar keldi. Washington DCda qur'a tashlash bo'ldi va o'shanda har bitta davlatdan sobiq o'yinchilar, har bitta komandani legendalari taklifnoma bilan kelgan, qur'a tashlashda ishtirok etdi. O'zbekistondan shu jumladan o'zbek futboli legendasi Mirjalol aka Qosimov keldi. Ko'rishga hammasi bilan uchrashdik. Shunaqa imkoniyat bo'ldi, Xudoga shukr, ko'rishdik. Ozgina suhbatlarini oldik. Futbolka uchun rahmat. Shu Men futbolka ola olmay qoldim. Siz gruppaga tashladingiz bo'lmaydimi? Biz sal boshqa joylarda bo'lib qoldik. Men futbolka olib kelganini bilmadim-da. Bo'lmasam so'rardim. R9 bilan ko'rdik, Roberto Carlos bilan uchrashdik. Yo'q, bezbetlarcha so'rardim. Mirjalol aka futbolkangizdan bering dedim. Bilmabman-da futbolka olib Roberto Carlos kelganlarini. bilan uchrashdi. Men sal uzoqda bo'lib qoldim. Lekin men Iker Casillas tutib oldim. Legendani. Masalan, hozir bir ikkita joylarda ko'p ketyapti. Kim darvozabon eng zo'r darvozabon desa, masalan, men to'g'ri ayta olaman, Iker Casillas bo'lgan. O'sha legenda. Endi agar o'yinchilar Barsada kim aytasiz?
o'yinchilarni ko'rdik-ku endi. Masalan, men o'zim ham Iker Casillas'ni kutib o'tirdim. Chunki o'sha kuni Iker Casillas charchagan o'xshaydi, kelmadi anaqaga. Restoraniga kelmadida, o'sha Mehmonxonaga. mehmonxona restoraniga. Endi o'tirib o'yinchilarni kuzatyapman-da. Bitta narsaga ahamiyat berdim. Italiya anaqalari, o'yinchilari, sobiq o'yinchilarida qanaqadir Ochiqroqmi? yo'q, manmanlik bor ekan ozgina. E'tibor berdim man ham. Nimadan sezdim? Kimda? Masalan, Italiyanikidami? Italiyada Totti bilan selfi tushmoqchi bo'lganda, What are you yo'q, doing dedimi? Totti bilan selfi tushmoqchi bo'lganida o'yinchilar bordi. Hech kimga qaramasdan to'g'ri o'tib ketdi. Barga o'tib ketdi-da. Keyin barga borib ozgina o'sha nima deydi? O'zini anasini kerakli olgan, dozasini olgan. kerakli ichimliklarni ichgandan keyin bir soatlardan keyin shirakayf bo'lib kelgandan keyin hamma Ochilishni bilan boshlagan. rasmga tushishni boshladi. Ya'ni boshida xohlamadi. Keyin yana ikkinchi narsani sezdim. Pierluigi Collina legenda, sudyalarni eng qiroli. Do'yi keldim ko'zg'ulim. Bittada ko'rib qoldim. Jikalina-ku bordim, shunaqa katta o'chirt bo'lib ketdi. Jikalina bilan rasmga tushishga. Selfiga tushdim ham. Juda ham ko'p o'chirt bo'ladi-yu. Shunday o'girilib ketib olsa bo'ladimi? Bir 30 tacha odam og'zini ochib, deb qoldi-yu. Hech kimga hech narsa, na xayr, uzr deyish yo'q. Shunday Endi- o'girildi-da, ketib yubordi Jikalina. Ularda ayblanmaysiz endi bunaqa yana bilan ko'p lekin yuradi. nima deydi, hurmatim yana ham oshgan odam kim bo'ldi? Arsen Wenger. O'tiribmiz, o'sha yerda mehmonlar bilan gaplashib o'tiribmiz. Bitta uzun odam o'tib ketdi-da. Oq sochli. Oq soch. Wenger-ku deb qoldim. Chunki ko'rmay qolmanda, orqasidan tanidim, juda ham bo'yi baland ekanda. Ha, yo'q. Keyin endi harakat qilyapman orqasidan yugurib bormaslik uchun, lekin tez yurdim-da. Qo'rqitib qo'ymay Mr. deysizda. Mr. Wenger deb anaqa qildim-da. Keyin anaqa qildik. Mundoq qaradi, keyin salomlashib, nice to meet you. Can I have a photo with you? Desam, yes dedi-da. 2-3 martalab erinmasdan telefonlar almashganda ham anaqa rasmga tushib, anaqa kulib turib, hamma bilan selfiga tushib, shunaqa ko'p vaqt ajratdi Arsen Wenger. Qoyil qoldim-da, ya'ni insoniylik jihatdan Wenger juda ham anaqa ekan. Aurasi anaqa nima deydi, kuchli odam ekanda. Bir umr masalan 2005-yildan beri Arsenalni ham Premier Ligada muxlisiman. Televizorda ko'rib nima deydi, Katta bo'lgansizda muxlis baribir o'sha bo'lganman. bilan. Arsen Wenger bilan tushgan rasmim hozir men uchun eng nima deydi, Qadrlisi. qadrli fotolardan. Hali hech qayerda nima deydi, bir social medialarda post qilmaganman, lekin Hayron qolganim, Rio Ferdinandni men ko'rganimda, endi televizorda ko'rganimiz, Rio Ferdinandni bahaybat bir himoyachilar deb o'ylardim. O'sha kuni ko'rib qoldim. Ozgina bo'yi pastgina. Pastmikan? Pastmikan Manam bo'yi. masalan baland juda deb o'ylayman. Savlatli. Tengi, misol uchun jam unaqani Van Dijklarga o'xshagan emas ekan. Ozg'in, bo'yi past, endi ozg'in. Ronaldo lekin baland ekan. Ronaldo Kutganimdan. baland. R9mi? R9. R9. Lekin semirib ketgan endi, semirib ketgan, lekin nisbatan ekranda ko'ringanda O'xshaydi. shunaqa. Roberto Carlos menimcha tasavvur qilganday. Carlos ko'rolmadim, Roberto Carlos ko'rolmadim, lekin Mayli endi hurmatli muxlislar. Ha, biz sal endi ozgina lirik chekinish. Ha. chekinish qildik, lekin bugun yaxshi o'yinlar bo'ldi. Xudo xohlasa. Mayli endi, Xudo xohlasa ertaga yana ba'zan muxlislarini o'yinlari bor. Endi ko'ramiz. Bizni o'yin unchalik unaqa nima deydi, markaziy o'yin emas. O'yinda nimalar bor o'zi? Markaziysi Galatasaray bilan anaqa bo'lsa kerak. Bitta o'ta intriga Galatasaray bilan Liverpoolda qolgan. Shunaqa. Endi Endi so'ramoqchi edim, nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Yutib qo'yarmikin Galatasaray? menimcha Enfieldda Liverpool yutadi. Qiyin, Da. lekin U yerda shu ko'radigan bitta Lekin o'yin oxirgi yilda Liverpool bilan Galatasaray Galatasaray bo'ladi. Men chiqishi. o'zim Barselona bilan Endi Newcastle shu o'yinini yo'l ko'raman, yashasam baribir endi. 1-1 bo'lgan. To'g'risi O'zim sharhlab xohlayman. boraman ja bo'lmasa. PSJga mosroq jamoa deb endi bilmadim. Balkim Galatasaray ham PSJga yaxshi muammo bo'lar. Chiqsa bizga yaxshi bo'lar. Eng kuchlisi chiqsin. Ko'ramiz, Xudo xohlasa. Mana o'tgan safargi videomiz lekin yaxshigina ko'rilibdi. Biz kutmagandik. Odamlar ham rosa kommentariyalar yozishdi. Yaxshi kommentariyalar yozibdi. Ha, chiroyli kommentariyalar. Chiroyli. Endi qanaqa kommentariya bo'lsanglar yozaveringlar. Bu demokratiya. Biz sizlarning og'zinglarni yopib qo'yolmaymiz. Qolgancha yozinglar. Bu bitta narsani aytib o'tamiz. Biz hech qanaqa professionalniy
sharhlovchi yoki qanaqadir professionalniy pundit deb chaqiradi bular. Qo'l Futbol bo'yicha sizlarniki, kalla o'zinglarniki, shunaqa. klaviatura sizlarniki. Futbol bo'yicha biz professional emasmiz. Biz Xohlagancha havaskor, yozasiz. o'zimiz Ya, bu- do'stlar orasida sharhlab Bu o'tiramiz. просто Yoqqanga yoqdi, yoqmaganga Anu- kommentariy qoldirib ketasizlar. Instagramdagi mem esimga tushadi-da. Bu podkastlarga nima beradi desa, bu nosi kayfida ekan deydi. Shunaqa biz o'zimiz Hech- maza qilib hech narsa gaplashib bermaydi o'tiramiz. deydi-ku. O'shanga o'xshab bu narsa shunchaki yozinglar. o'zimizni Balki keyingi safar nima deydi? Bitta sovg'a ham qo'yarmiz balki. Yaxshi Ha, kommentariy albatta. yozganga, xudo xolasa. Endi Xudo katta xolasa katta forma, bo'lib. bironta formani organizatsiya qilib ko'ramiz. Bu yoqdan pochta qilib jo'natib yuboramiz. Forma Bo'ldi. yaxshi olgan formalaringiz berasiz-da. Mirjalol akadan olgan formalaringizdan Ha, berasiz. yo'q, yo'q. Bo'ldi, xudo xolasa shuni o'tkazsak bo'lar ekan. Shunaqa. Endi shunga aytmoqchiman, kommentariyada maza qilib yozaveringlar. Bizga to'g'risi uncha katta rol o'ynamaydi-ku, chunki biz unaqa professionalniy Kommentariy. kirmaganmiz. Bu podkastga o'zimiz do'stlar orasida gaplashib o'tiramiz. Busiz ham gaplashamiz. To'g'risini aytaman, o'sha kuni bitta ochib qaraganimda, birinchi bo'lib kayfiyatimni ko'targan kommentariyalar bo'ldi. Bizga gruppaga tashlar va kulyapman-da. Shunaqa qotyapman. Lekin maza qilib, Qayerdan anchadan keldi? beri unaqa kulmagandim. Lekin Manda ham shunaqa bo'ldi borku. Shunaqa Topganda kutdim. qarang, yani. Boshqacha bo'lar ekan. Kimni 3 ta moli bo'shab ketdi. To'rtta bo'ldik. Bitta bo'ldi, yana bitta qo'shdik. To'rtta bo'ldi. To'rtta bo'ldi. Mana bu kichik kimniki debdi bittasi. Yo'q, o'zi eng qizig'i, mani muchalim mol deb. To'g'ri topibdi. Lekin, qo'yinglar. Mayli, shu notada xayrlashamiz, omon bo'linglar. Yo, Hammaga. rostaylashmay turing, o'sha boya kommentariy yozaman dedingiz-ku. Anavi bitta anaqa bor lekin shunga. Qaysi biri? Yo'q, kommentariy emas. Ha. Bitta masalan har mana shu anaqadan oldin savol qilib chiqamiz-da, qanaqa savol? Masalan, futbol haqida. Da. Masalan, aytaylik, bitta futbolchini bir tarixini beramiz-da, o'sha topgan odam topishi mumkin o'sha futbolchini. Yoki eng yaxshi kommentariyaga Endi eng yaxshi kommentariy nima deb yozadi? Ya, Masalan, bu zo'r Yo, mana kommentariy. keyingi ertangi o'yinni yozishchi mana. Galatasaray bilan Liverpoolni hisobini yozishchi. Predict qilish mumkin masalan. Ha, o'sha narsa bo'lishi Ha, mumkin. yaxshi. Buni o'ylab ko'ramiz, chunki hozir Ha. biz yo'q anaqa-ku, bu shunaqa plan. Keyingi o'yinga bo'lmasam biz bitta sovg'a Ha. tayyorlaylik Biz va Hozir- o'sha sovg'ani ko'rsatamiz. Ha? Koptovmi, formami ko'rsatamiz va yutgan odamga o'sha narsani berib yuboramiz. biz yangi boshlaganmiz endi podkastda unaqa kommentariyga yozinglar bemalol. Masalan, biz zo'r qilib o'qiymiz. Biz Yozsin, o'zimizga kulmaylik. qiziq bo'lyapti hammasi. Hayot tashvishlari bilan kulmay qo'yuvdik, to'g'risi. Biz shunchaki o'zimizni ko'nglimizni yozish uchun Mayli, maza qilib tugatamiz shu o'tiribmiz. yerda. Hammaga rahmat.